Atrofda hech kim yo'qmikan? Meni ko'rmayaptimi hech kim? Da rostdan ham bu yerlarda hech kim yo'q. Bo'ldi, endi bu yerdan surib olish kerak. Hech kim ko'rib qolmasdan oldim. Yaxshi, yashirib oldim yaxshiyam. 93-qishloqqa kelmaganimga ham ancha vaqtlar bo'ldi, ancha oylar o'tib ketdi. Ha, mayli, bir marta kelib ketdim. 1-2 kun o'tirib ketaman. Baribir 100-qishloq baribir legenda baribir. Shuning uchun 100-qishloqqa ketaman. Uydamsan, qayoqdasan? Yaxshi. Janob mer chaqiryapti. Qalay o'zi, tinchmi? Ha, yaxshi bo'ladi. Janob mer yoniga bor ekan tezroq. Mayli, borsam boraman. Davay tezlash. Mayli, davay. Unda merni oldiga boraylikchi. Nima gap bor ekan? Kelgandan merni qanaqangadir ishi bo'lsa kerak. Bilmadim, lekin hello do'stlar, sizlar bilan men Jakim va bugun videoda ko'rishib turibmiz va mening qaysidir kanalimda ko'rishib turibmiz va videoga like bosib kanalga obuna bo'ling va bundan keyingi videolar juda ham ajoyib chiqadi va chalg'imasdan merni oldiga borayim. Mer qanaqangadir ishi bo'lsa kerak. Mer, yaxshimisiz? Ha, yaxshi bo'ladi. O'zingga yaxshimisan? Ha, men keldim. Nima ish bordi? Xullas, qishloqlarni poliz ekinlariga narsa qo'yib chiqish kerak. Xullas, men avvalgi hisobotlarga ko'ra kamroq olyapman. Shuning uchun poliz ekinlariga narsalarni joylashtirib bergin. Ha, mayli, nima vazifani bajaradi bu? Qancha hosil olganlari, qancha berganlarini hisoblab berishiga yordam beradi. Shuning uchun menga qo'yib bergin. Ha, bunda mayli, o'zimning ishimni ko'raman va poliz ekinlarni olsam olaveraman. Ya'ni bu narni poliz ekinlariga qo'yib chiqishim kerak. Qaysi poliz ekinlaridan boshlasam ekan? Nima bunday? Nima qilasan buni? Poliz ekinlariga joylashtirishim kerak ekan. Bularni ajoyib mana har bir burchakka joylashtirib chiqsam, o'zi bilib kelsa kerak. Bunga kamera bormi, nimadir, qanaqangadir kuzatuv narsasi bo'lsa kerak. Bekordan bekorga buni qo'ydirayotgan yo'q mer janoblari va nimadir, qandaydir yordam, nimasidir xullas borda, nimasidir xullas qandaydir hikmat bo'lsa kerak, kamerasi bo'lsa kerak yoki mikrofoni bormi, bilmadim. İşte ikkalasi ham bo'lsa kerak. Ko'p funksiyali bo'lishi ham mumkin. Hamma aylamda o'rnatib chiqaversam bo'laveradi va har birini to'rttadan qo'yib chiqsam yaxshi. Endi qishloqlar o'zidan ko'rsin. Baribir endi o'g'irlab yeyish yetmaydi. Baribir davlat ustun degandek, xullas endi bularni hamma ishlari tugadi va endi mer o'zining qattiq choralarini ko'rib chiqadi va bu burchakka qo'yib chiqsam ajoyib. Bu qishloq hayron qolyapti. Nima qo'yib chiqyapti? Qandaydir merning narsasi tashabbusimi deb o'ylayapti, lekin u baribir ololmaydi. Nima qilyapsan, Chak? Men shularni qo'yib chiqyapman. Bo'ldi. Nima endi bu? Qayerdan kelib qoldi? Merga achish kerakmi? Merga achishdan oldin birinchi bo'lib uni ko'rib olay. Demak, kimdir mashina qo'yib ketganmi? Kim qo'yadi bu yerda? Hech kim qo'ymaydi menimcha. Ha, mayli, endi unda merga bir xabar berayinchi, eshigini ochib ko'ray. Wow ekan, lekin eshikni yopib qo'yib merga borib xabar beraman va mer xabardor bo'lsin. Eshikni yopib qo'yamiz. Qishloqlar o'g'irlab ketmasdan tezroq eshikni yopib qo'yayin va merni uyi qayerda edi? Ha, aytgancha mana yerda edi. Mer xullas mana polizning tagiga kimdir mashina yoshirib qo'ygan ekan. Kim yoshiradi? Kim qayerda yoshiradi? Bilmadim xullas. Olib kel menga tez. Olib kel, musodara qil. Unda mayli, musodara qilaman. Birinchi bo'lib kirkamni olib kelishim kerak. Kirkam, mayli boramiz va olib kelamiz. Juda uzoqda uyim bu. Mayli, unda o'rnataveramiz, chunki bu poliz ekinlarga tezroq narsalarni o'rnatib olmasam, ular birdanlikka o'g'irlab hozirni o'ziga yetishtirib olib, birdan hamma narsani ship-shayton qilib yuborishi mumkin. Shuning uchun tezroq harakat qilish kerak va bu mashinani joylashtirib olish kerak. U kimning mashinasiligini bilmadim. Bu menimcha shu poliz ekinning egasinikimi? Bilmadim. Ya'ni menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Chunki bu yerda kim qo'yadi? Qaysi ahmoq qo'yadi? Bu yerga yashiradigan joy emasda, baribir. Men reyd qildim va reyd qilish natijasida topib oldim. Va qayerdan keldi bu suv? Aytgancha polizning ostiga men-ku, qayerdan bilibman uni. Endi yopib chiqish kerak. Atak bo'ldi. Ajoyib. Endi men shu biqinlarni ham ochib chiqishim kerak va mashinani sekingina haydab chiqmasam bo'lmaydi. Bu mashinaga qirilish, shikastlanish bo'lmasin. Qaysidir qishloqini mashinasi bo'lsa kerak. Vatda, lekin dahshat mashina ekanda menga yoqib qoldi. Qachondir olaman. Agar shu orzu bilan o'tib ketmasam, aniqdan olaman shu mashinadan. Ruli berdi ekan-ku. Asosan boshqa mashinalar ruli narigi tarafda bo'lardi. Bu mashina qandaydir nima bo'ldi bu mashinaga? Ha, soya tegan ekan. Soya tegmasa-ku yaxshi edi. Merni uyiga nima bo'lsa ham shikastlantirmay, sekingina olib o'tmasam bo'lmaydi.
Nima qilyapsan, Jack? Menga ham shu mashinani ber, menga sotgin. Bu sotiladigan mashina emas, bu musodara mashina xullas. Mayli, mana shu musodara mashinani sotinglar, auksionga o'tkazamiz lekin. Yo, bu mashina sotilmaydi. Merni o'zi nima qilsa qilsin. Mana shu resaykingini joylashtirib qo'ysam, ajoyib bo'ladi va eshigini yopib, birinchi bo'lib kirkani olib borib, hamma narsalarni yig'ishtirib kelishim kerak. Nima bo'lyapti bu? Nima ola olmayapman? Nima bu? Qanday radarmi bu? Yo, radar emas, bor yo'qol uzoq qo'yina, bunga teginma endi. Bu endi nazorat, ya'ni yangi cheklovlar o'rnatildi va bu poliz ekinlarni bu do'konlarga topshirib to'ldirib yuborishdi. Narxlar ham arzon bo'lib ketdi. Qancha ko'p narsalarni topshirsa, shuncha arzon bo'lib ketadi. Shuning uchun bular narxini tushirib yuborgani uchun men shunaqa qildim yoki o'g'irladimmi bilmadim. Kechasi yetishtirib, ertalab yetishtirib oldimikan, bilib bo'lmaydi. Bulardan hamma narsa kutsa bo'ladi. Shuning uchun mer o'zi takliflari va talablariga binoan bu narsalarni o'zi qo'llab chiqmoqda va bularni tezroq borib yopishtirib qo'ysam bo'ldi. Bu qishloqning omadi yo'q ekan. Chunki poz ekinlarini shuncha yetishtirib mashina olgan va lekin qolgan daromadlarni o'rniga mana shu mashinani olgan, lekin mashinasi uxladi. Chunki mashinasini sotib yuboraman, nimadir qilaman deb. Menga berish ham mumkin, chunki mer balki berar. O'zi berish ham mumkin. O'zim bilsa agar bitta mashina olib beradim ekan, men o'zim topib oldim-ku baribir bu mashinani. Lekin menga beriladimi, berilmaymi, u merga havola, balki berar. Balki o'rniga boshqa mashina berarmikan. Boshqa mashina bersa edi yaxshi bo'lardi. Ishini bajarib yuraman-ku baribir. U uydan chiqmaydi, lekin men shu ishini bajarganim uchun oylik olaman. Anchagina foyda olaman. Yaxshi, lekin salgina bo'lsa ham daromad beradi. Mer unchalik ko'p bermaydi, lekin nima bo'lsa ham, sal bo'lsa ham daromad tushib tursa yaxshi-da, baribir. Endi o'ziga yarasha, mer qancha berishi u o'ziga havola. Balki mashinani o'zini berib yuborsa juda yaxshi bo'lardi, lekin ko'ramiz, balki berar, berish ehtimoli ham bor. Balki berar, balki bermas, uni men bilmayman. Hozir borib buni birinchi garajini qurib bersam, o'rniga bitta mashina olib beradimikan? Menimcha mashina olib bersa kerak. Bekordan garaj qildirayotgan yo'q-ku. Balki o'zi mashina olib buni berib yuborar. Kim bilib turibdi? Shuning uchun ko'ramiz hozir. Qayerga tushib ketdi? Menimcha qandaydir nito qilingan ber. Kimdir tuzoq qo'yganmikan menga? Menimcha shu yetel tuzoq qo'yganmikan deyman-da, chunki mashinasini oldim-da, shuning uchun. Men tuxumni yig'ishtirib yura olmaysanmi? Uzr. Mayli, ikkinchi marta takrorlamasin. U juda yaxshi, lekin qanaqangadir juda foydali qurilmagan bu o'zi. Qanaqangadir foydasi tegsa kerak. Endi yaxshi, lekin mana shu yerdan qurib bersam bo'laveradi. Juda kichkina oldim ekan, bilmadim men ham. Mana shuni nito qo'yib yubordim-da. Kirka ham juda uzoqqa-da bu bloklardan, lekin mayli endi mana shularni shunaqa qilib bir qatordan qo'yib chiqsam, yon tarafi lekin qisqa bo'lar ekanda, mayli endi yon taraf qisqa bo'lsa ham, mashina ko'tarilib qoldimi? Nimadir bo'lyapti mashinaga. Kimdir nimadir qildimi ekan? Buzmagan bo'lsa-ku yaxshi, buzgan bo'lsa ham o'zining muammosi. O'zi hal qilib oladi bu mashinani. Endi chekkaroqqa olmasam bo'lmaydi. Birinchi bo'lib bu chekkadan qo'yib chiqaman va keyin mashinani olsam ham bo'laveradi va merni uyiga tamma qilib yuborsam bo'lardi, lekin ekonomika bo'lardi, lekin bir tarafdan merchirlab o'tar, shuning uchun mayli endi eshikni ochib o'tirib to'g'rilab qo'ymasam bo'lmaydi baribir. Baribir to'g'rilamasam bo'lmasdi, shuning uchun yaxshilab to'g'rilab qo'yib qo'yayin. Balki to'g'rilab qo'yishga vaqtim bo'lar, balki bo'lmaydi. Sekinroq hayda, o'g'ringni-yu, nima uchun tegizib yuborasan menga? Tip ketdi-da endi. Mayli endi bir marta tip ketdi, bo'ldi. Eshigi qolib ketdi-ku, eshigi bu tarafdan endi kirib, u tarafdan chiqaman. Sen Spider-Manmisan? Ha, shunaqa desa bo'ladi. Nima, bu tarafdan kirib, bu tarafdan chiqasan? Bekorchilikdan ishim bo'lgandan keyin qilaman-da. Qochib tur, menga xalaqit berma, mana mashinani ko'ray, auksion uyushtirilar ekan-ku. Bu yerda auksion uyushtirilmaydi. Mer aytdi. Mer aytaveradi. Mani mashinam endi. Qanaqasiga auksion uyushtirilmasdan qanaqasiga bularga mashina tegiladi? Bilmadim, lekin qanaqasiga bunaqa tegishi mumkin? Men mana shu yerga garaj qurib beraymi? Mayli qurib berasan, o'zim salgina bitkazib beray, keyin qolganini qurib olasan. Mayli, lekin yaxshi bo'ladi lekin.
oylik beraymikan, bermaymikan? Bir stak dollar bersangiz qurib beraman. Unda mayli. 50% ku baribir. Mayli, yarim stak dollar bersa. Unda yaxshi, mana ustini ham qo'yib olaman va bitta yonni yopib bersam bo'ldimi yarim stak dollarga. Ha, yarim stak dollarga yonni yopib bersa, qolgan tarafini o'zim qurib olaman. Yaxshi, bo'ldi. Juda yaxshi taklif, lekin zo'r nima buncha qo'yilmayapti. O'zim derazalar yasab, hamma tarafini normal holatga keltirib olaman. Unda yaxshi, mana bo'ldi. Qolganini o'zing qilib olasan. Mayli, yarim stak dollardan keyin 1 soatdan keyin berasan. Unda mayli, yarim soatdan keyin xullas 1 soatlardan keyin beraman-da. Mayli, tezroq tayla. Mayli, mana tayladim. Xullas ko'mir kerakmi? Yaxshi, lekin rahmat. Bularni ham o'rnatsa. Yo, adashding. Bular menga kerak. Bularni o'rnatib chiqishim kerak. Qolganini o'zing hal qilib olsan. Yaxshi, rahmat. Bo'ldi unda. Mayli, 1 soatdan keyin gaplashamiz. Yaxshi, qaysi agarot qolganda, menimcha bu tarafda qolmagan edimi deymanda. Qolganmi deb bek o'tgan ekanman, lekin qolmagan ekan. Hamma aylanib borib, mana shu yertikini yopib qo'yaman va mana shu yerga 4 ta qo'yib chiqsam, 4 tarafdan radarlarda va mana bo'ldi. Endi bunga 6 ta qo'yish kerak edi. Hamma 4 tasi ham hech narsa qilmaydi. Mana shu yomon opasni qo'yishni. Chunki mana shu yerdan o'zi chiqdi mashina, shuning uchun o'zimga ham qo'yib qo'yaman. O'zimnikini ham hisoblasin, mayli, ketsin, mendan ketsin. Shuning uchun mana o'zimga ham qo'yib qo'yayin. Mana ajoyib. Tak, endi borib merni oldiga borib bularni topshirib chiqaman va u qishloq qurib turgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Nima qilib yuribsan, Jak? Hech narsa, bo'ldi. Va endi bularni topshirib qo'ysam bo'ladi. Va mer nima gap? Aniqdagi qishlog'ini bordan o'yinni to'qilib qishlog'ini tez olib kel. Unda mana yur baqa qishloqi. Mana yuring, mana asabga tegding, shunchalar asabga tegasanmi? Merda hozir rasvosini chiqaraman, hozir merni oldiga boray. Nima qilsang qilasan, o'zing mer bilan o'zing gaplashib olasan. Mana keldi mer janoblari. Tezroq kelsa oldimga. Nima deysan, mer? Zaybal qilib yording. Bor-ku yo'qolgan eqa. Mer, asabga tegmay ikkinchi marta chaqirma. Nima qildi mer? Bo'ldi, bu aybdor emas ekan. Bor, yo'qolishingni ko'r. Unda dam olaman, borib uyga dam olaman.